Sizningcha speaking yaxshilash uchun nima qilish kerak? Inglizchada ko'p praktis qilishim kerak, ko'p so'zlarni yodlashim kerak. Turli topiklarda gapirishga tayyorlanishim kerak, grammatikam ustida ham ishlashim kerak. Afsuski, bularning barchasi befoyda. Chunki 95% o'quvchilar noto'g'ri metodika bilan o'rganishib, siz aytayotgan hammasini qilib, speaking chiqazish olmayapti. To'g'ri-ku, aytinglar ham bu qizga. Unda o'sha to'g'ri metodikani bering, yo ChatGPTdan topsam bo'ladimi? Albatta o'rgataman. O'rgatganda ham bepulga. Bu metodikani ChatGPTdan umuman topa olmaysiz. Chunki bu mening mualliflik metodikam. Unda yo'q. Men 5 yillik tajribaga ega xalqaro toifadagi English teacher 28, 29, 30 oktyabr kunlari onlayn dars o'tkazyapman. Bepul jonli darsda siz qanday qilib bir kunda 1000 ta so'zni yodlab, eslab qolishni, o'rgangan grammatikalaringizni gapirayotganingizda o'ylamasdan tez ishlatishni, gaplarni bir-biriga ulab, speakingingizni 3xga oshirishni o'rganasiz. Jonli amaliy darsda bepul qatnashish va ushbu metodikani tekinga olish uchun hoziroq izohlarda 3 raqamni yozib qoldiring va men sizga direktdan Telegram dars kanali havolasini yuboraman.